Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Sokin makon turar joy majmuasiga kelganmiz. 3 xonali kvartiralarga skidkani bombasini berib o'ryapmiz. Ko'pchilik skidka bersa, asosan tepa etajlarga beradi, lekin biz pastki qavatlarga beramiz. Ya'ni 3-4-etajlarga ko'rib turganingizdek, mana asfalt ishlari yakunlanmoqda. Ertadan odamlar ko'chib kirishiga ruxsat berishgan. Bu yerda uylar tayyor remont holatida topshirilgan. Undan tashqari kadastrlar ham tayyor holatda. Shundoq oformit qilasiz, ko'chib kirib yashaysiz. Domimizni bir boshdan tanishtirib chiqaman. Birinchi bu taraflarni ko'rsatib qo'yay. Bu tarafda уже sokin metga joy ham tashab ketishgan. Pastlari nejiloy bo'ladi, polisi magazinli, hamma shart-sharoitlar bor. Bu tarafda milliy taomlar ochib qo'yilgan. Bilasizlar, 5-bekat metrosiga 10 daqiqalik masofada. Esinglarda bo'lsa, sokin makon 1 proyektini sotganmiz. Ko'pchilik davolni olishgan, mana hozir maza qilib yashab turishibdi. Endi esa kompleksimizga kiraveramiz. Doma tashqi fasadlarini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ajabtovur, chiroyli rangda yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Domni oldida mashina qo'yish uchun parkovkalar yetarli, xudo xohlasa. Bu tarafda bolalar o'ynaydigan maydonchasi ham bor, kattalar dam olish uchun besetkalar ham bor. Ikkitalab liftlar bor bo'ladi. Domimizni mana ko'rishingiz mumkin tashqi fasadlari. Birlamchi ipotekada olishinglar mumkin bo'ladi. Yana bitta plus tarafi, sizlarni videoni oxirgacha ko'rishingiz sabab gibrid to'lovga uylarimizni ham xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni bosh to'lovni kamroq berib, oylik to'lov mayli, balandroqdan bo'lsa ham to'layman, 3 xonali kvartira bo'lsa bo'ldi, meni oilam kattaroq deganlar uchun aynan gibrid to'lovga uylarimizni sotuvga chiqaryapmiz. Ya'ni siz pastroq boshlanish to'lov berib, kamroq to'lov berib, oylik to'lovi ko'proqdan to'lab uylarimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Lekin oylik to'lovni orasida unaqa katta farq bo'lmaydi. O'rtacha 3 million raziyasi chiqyapti. Misol uchun har qanday uyni boshlanish to'lovini olib ipotekaga xarid qilsangiz, oylik to'lovi 5,5 million so'm chiqadi. Lekin gibrid to'lovga oladigan bo'lsangiz, oylik to'lovingiz o'rtacha 8 million, 8,5 million, maksimum 9 milliongacha chiqyapti 3 xonalilarniki. Eslatma sifatida aytib o'taman, bu tarafda 1 xonali, 2 xonali va 3 xonali kvartiralar mavjud, lekin gibrid to'lovimiz faqat 3 xonaga berilgan. Faqat 3 xonani siz gibrid to'lovda olishingiz mumkin. 1 xona, 2 xonalarni gibrid to'lovga qilib bera olmaymiz, lekin bizning kanalda obunachilar bilishadi, har doim arzon bo'lgan, uy olish niyati jiddiy bo'lib kelib, konkretniy pul bilan gaplashsa, tepasida xudo xolasa o'zimizda chiroyli narxlar qilib beramiz. Oformitlarni ham o'zimizda qilib beramiz. Endi esa uyimizga kirib boraveramiz. Bir boshdan tanishtirib chiqaman. 3 xonali kvartiramizni aynan 70 kvadratliklarini sotuvga chiqaryapmiz do'stlar. Uyimizni, ya'ni domimizni bir boshdan obzor qilaman. Hali bularni yaxshilab tozalab olib chiqib ketishadi. Ozgina melish narsalar bor albatta. Ertaga o'sha odamlar ko'chib kirishni boshlashadi. Ungacha hamma narsani chiroyli qilib olib chiqib tashlashadi bu yerdan. Atak qolgan narsalar tayyor уже. Ikkitalab liftlar bor, ko'rishingiz mumkin. Birinchi lift passajir lift mana. Arshikalarni ham yechib tashlashgan. Ikkinchisi esa xo'sh, kruzovoy lift. Nima uchun anaqa qoplamalarni yechmagan? Ertaga odamlar ko'chib kirayotganda mebellarni olib chiqishlari mumkin. Liftga ziyon yetkazmaslik maqsadida vaqtinchalik qoplamani olmay turibmiz. Xudo xolasa, to'xtaymiz ham chiqib. Do'stlar, liftimiz hozirgina bir obunachimiz omad tilab ketdi bizga. Rahmat kattakon. Xullas, ko'rishingiz mumkin liftimizni, bu taraf kurzovoy, bu taraf passajir. Hozir biz 8-etajga chiqqanmiz, lekin uylarimiz 3-4-etajlarda joylashgan bo'ladi. Birinchi bo'lib, podyezddan mana shunaqa hovliga qaragan balkonni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi uyimizni tanishtirib chiqaman. Chonali kvartiramiz. Вот именно mana shu kvartiramizni xarid qilishingiz mumkin. 3 xonali kvartira, 70 kvadrat. Mana bu taraf birinchi sanuzelimiz, ikkita sanuzellar bo'ladi uyimizda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Bu tarafga katta stroyni shkop yasatib olishda bo'ladi. Uyimizda tayyor podключ holatda kirasiz, yashaysiz. Bu taraf uyimizning родительский spalnisi. Родительский spalnisini o'zini alohida dushovoy bor. Xohlasanglar buni bo'shatib, ko'pchilik garderobga qo'yapti yoki dushovoy sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Endi esa bu tarafda uyimizning aynan родительский spalnisida balkonda balkoni bor. Ko'pchilik mana shu spalnida balkon bo'lishini xohlaydi. Aynan shunaqa mijozlarimiz uchun maxsus. Bu tarafimiz esa uyimizning zali ko'rishingiz mumkin. Endi esa keyingi xonamizni ko'ramiz. Bu taraf uyimizni
Shinamgina oshxonasi, har doimgidek gaz plitamiz bor, vitishka, moyka, двухконтурный котел. Ozgina charchaganman, e'tibor qilmaysizlar. Bu yoq tarafimiz esa uyimizning bolalar xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu 70 kvadratli uyimizni. Endi esa uyimizning to'lovlarini tushuntirib o'taman do'stlar. Ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ygan bo'lsanglar, albatta to'lovlari qiziq bo'lsa kerak. Mana shu 3 xonali 70 kvadratli uyimizni boshiga 31.800 dollar berib xarid qilishingiz mumkin. Uyimiz 4-etajda joylashgan. Agarda misol 31.700 dollar bersanglar, oyiga 5,5 million so'm oylik to'lov chiqadi. Uyimizning tan narxi 64.000 dollar atrofida bo'ladi. Yana ham kelsanglar kelishtirib beramiz, xudo xohlasa. Agar gibrid to'lovga olmoqchi bo'lsanglar, boya ilova sifatida aytdim, gibrid to'lov tizimida ham bu uylarimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Gibrid to'lovga bosh to'lov 21.900 dollar berasiz. Oylik to'lovingiz 8,5 million so'm atrofida bo'ladi. Gibrid to'lovda ham ikkilamchi ham birlamchi ipotekaning foizi bo'ladi. Uni kelsanglar to'liqroq ma'lumot beraman yoki Telegram kanalimizga o'tsanglar, har bitta uyi boshlanish to'lovi, oylik to'lovi hisoblab qo'yilgan. Xohlaganingizni tanlab kelib, ma'qul kelganini xarid qilishingiz mumkin. Bir kunda afont qilib ketasiz. Skidga bergan uylarimiz ko'p do'stlar. Albatta hammasini tanishtirib o'ta olmayman. Hammasi bir xil planovka, bir xil remont. Hamma uylarimizning ma'lumotlarini bizning Telegram kanalidan batafsil bilib olishingiz mumkin. Hozir men bittasini ko'rsatdim. Bundan arzonroq variantlarimiz ham bor. Bundan ozgina qimmatroq variantlarimiz ham bor. Albatta qimmatroq variantlarimizda даже pastroq ham etaj bo'ladi. Balkim birinchi etaj bo'lishi mumkin, balkim ikkinchi etaj bo'lishi mumkin. Unaqa ja qimmat ham bo'lmaydi. Endi bizning kanalda xudo xolasa kelsanglar, niyatingiz jiddiy bo'lsa, biz xalq beramiz, xudo xolasa. To'liq ma'lumotni endi Telegram kanalidan topasizlar dedim. Mana shu ko'rib turgan raqamlarga Telegramdan Telegram silkangizni jo'nating deb yozsangiz, biz Telegram silkani yuboramiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa uylarni arzon-arzonga xarid qilsangiz bo'ladi. Katta-katta kvadraturalarni. Undan tashqari bir xonali, ikki xonali kvartiralarimiz ham mavjud. Bizning kanaldan xudo xohlasa uyli bo'lib ketasiz. Mana shu uylarni olganingizdan keyin, bir Shohruh degan o'g'lim bor edi, aynan o'shandan uy olgandim deb hali eslamay qo'yasiz inshaalloh. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.